Grilllarimizni bilasiz, tayyor ekan. Baliq pishguncha ozgina grilldan tartib turamiz. Albatta, baliqni o'zingiz pishirasiz. Xudo xohlasa o'zingiz. Qo'l bola qilib. Lekin hozir havo bunaqa bo'layotganligi uchun baliq tirigi yo'q ekan. Shuni ham aytib o'ting-da. Yo, ayting, muzlagan baliq kim pishirib ko'rdi? Bu chapini po'rga aytmadingiz hali. Yo'q-a? Baliq tutmagan ekan. Baliq Assalomu alaykum. Baliq qadrdonlar. Baliq o'tib qo'ygan. Hozir. Musoqon aka, kultiraverasiz. Mayli, o'tib bo'lgan baliqni pishiramiz, muzlagan holatda. Shu. Hozir shu menimcha boshqa davlatdan keltirilgan shu muzlatilgan olib kelingan daryoni balig'ini olib kelishdi o'zi. Hozir baliq sezon emas, shu yerda bu Chapani Po'r kanalida katta bahs ketib qoldi. Baliq topib kelamiz deyildi. Hozir o'sha muzlatilgan daryon balig'ini olib kelindi. Endi Chapani Po'rni o'zidan bilmayman qanaqa usulda, mazasi qo'shilmagan usulda. O'zlari. Akamiz yordamchilar. Ochilmagan qirralarni birga ochadi. Grill tayyor ekan. Hozir buni nima qilamiz? Bitta yoqqa pishirib, chala pishirib qo'yilgan. O'zi yoqqa shunday bo'lsa, to'xtab ish qilib, baliqni ham chala pishirib olib kelib muzlatilgan. Nimaga oldi? Yo, endi siz aytyapsiz-ku, o'shaning uchun sizni gapingizni olib, Dilmurodjon ham gapiryapti-da. Ayye. Oxonovni shogirdilar. Siz endi shogird bo'ldingiz. Baliq sayatganda qach chiqib bo'lganda o't. Bo'ldi. Xudo xolasa. Xo'p. Mana boshlandi. Siz o'zingiz kelasizmi yo siz baliq pishirasizmi? Men baliq Baliq yo'q, simichka yo'qda zo'r bo'ladi. Haliganda paxta yo'qda zo'r bo'ladi. Simichka yo'q. Chingani qilsa yo'q, men choydan beto'g'ri tinib olasiz deyapsiz. Ben faqat baliq pishiraman. Ha. Ketdi, dasturxonga boraylik. Ha, pishirib olib boradimi? Ha, bo'ldi, ketdik o'zi sog'lasizlar. Baliq 2 kilo bo'lsa. Ha, baliq 2 kilo. U akam kelib pishiradilar, yana o'zingiz pishiravermang yana. Yo'q, akani kutamiz. Ha, bo'ldi. Bugun Musoxon akani qo'llaridan yemoqchimizda, obunachilar. Shunday. Siz boya adashib ketdingiz. Endi videolar ko'p olinayotganligi uchun gapirdim deb. Yo'q, siz bugun hali gapirganingiz yo'q. U boshqa joy ketib qoldi. Boshqa videoda gapirgansiz. Shunday xullasa muzlatilgan balig'i shu marinavat qilib, boshqa qilib ko'rdim. Men o'zim pishirib beraman, ta'miga baho berasizlar. Sababini ayting, nima uchun marinavat qilib qo'yilgan? Marinavat qilib qo'yilgan hozirgi paytda sezon o'tgan. Bo'ldi, hozir grill ketyapti. Nima deydi? Ha? Pishgan tayyor ekan. Tayyor ekan u. O'shaning uchun bu kishini nimalar kerak? Ha, gapirib. Xullasa baliq sezon o'tib qolgani sababli, baliq endi yozda ham ko'pchilik yemaydi. Akvarimni ko'rsating-da. Mana yo'q. Mana ko'rayotganingiz quruq baliq yo'q. Bu havoda yashay olmaydi bu yerda. Muzday suv kerak. Ha, issiq qoladi. Bugun havo aynib yomg'ir bo'lganiga baliq yeymiz deyishuvdi, kelib hozir bir joyda o'sha daryodan tutilgan baliqni qusuq qilib muzlatib qo'yilgan ekan. O'zi o'shani men o'zim marinavat qilib pishirib beraman. Davom eting. Ketdik o'zi. Bilasiz mana hamma jamul jam. Bu yerda hamma jamul jam. Oxonim. Nima bo'lganida 5000, 6000, to'g'rimi? Ha, hali 1 soat bo'lgan yo'q. Mana 1 soat bo'lgan yo'q. 45 minut bo'libdi. 2300 ta odam ko'rdi. Ikkinchi o'rinda ketyapti. Yutqizdik, Oxonov vlog bu deb sirli vlogida. Sirli olam emas, sirli vlog. Ha, voy. Bu gap tagida gap bor, obunachilar, bekorga sirli olam emas demayaptilar. Ichib ko'ringlar. Qani? Oh. Bay. Obunachilar qaranglar. Siz shuni ichib ekansiz, choyga o'xshab? Qoyil. Havodan zo'rligini go'zal bo'ldi. Ob-havoni. Spes zakatlar bo'lib turibdi. Stollar kichigi yo'q ekanmi? Yo'q. Ha, bo'ldi, ikkalamizga. Keyingina joyda o'tirganga nima? Yo'q, o'tirmay chep bo'ldi. Grillni qana yo'qqa qo'yryapsizmi? Ha, yo'qqa qo'yray. U tandirda pishgan o'zi. Ha, bak. Tayyor ekan, qovurib olib kerak. Nimaga? Dilmurodjon yomon shuni oladi. Ha. Buni pishirmaysizmi dedi. Yo. Tayyor pishgan. Men faqat baliq pishiraman. To'lka baliq pishiramiz. Ya uni ham
yoqib qo'ysa bo'ladi uni. Yo'q, shu yoqqa qovuryapti. Ajabsanda bo'ladida. Ana yordamchiga tashab. Lekin mana ular bilan yig'laveradi o'sha. Mana bilanmi? Mana ular bilan yig'laveradi. Bo'kirib yig'laydi. Haqiqatdan. Patlashmay shapatlab yig'laydi. Ana shunaqa. Bilasiz, kelishib kutamizmi? Ha. 2400 ta bo'ldi. Hop. Soatimiz 14 dan 9 minut o'tdi. Ha. Vaqt ketyapti. Ha, bo'ldi. Xullas, qo'l ko'tarar ekanmiz. Manbasa? Yo'q, biz ikkalamizda ketayotgan sport. Ya'ni Mahmudjon bilan men. Men aytdim 5000 bo'ladi bir soatda. Yomon kun bo'ladi. Primerani hisoblamaylik. Necha minutlik videoyingiz? 19 minutlik. 19 minut olib tashlaylik. 1 soat 20 minutlik ekan. Xullas, ana musobaqa kimda ketadi? Musobaqa. Kelasiga ketadi. Qaysi kanalga ketadi? Mansurdek. Sen g'olib bo'lmayman. Sizmi kelasiga. Ha. Agar 5000 bo'lsa, ha? Yo'q, hali musobaqamiz qaysinda ketadi? Oxuni bloglar. Ha, ikkalanda ketadi-da. Shuni ko'ringlar. Voy, aytyapman-ku. Abdumalikga mana shu qo'yibdi-da. Xullas, Dilmurod. do'stim. Yo'q, Abdumalik. Do'stim. Yengingni yaxshilab shimar. Xullas, bizni namanganliklarni yuzini yeri qaratma. Undadi men. Ha. Mana pul to'lashib yemay turing men. Ha, yemay turing, to'g'ri. To'xtab turing, oldin to'g'ri gapirsiz, o'zi shimaralganim kiyib kelibdi-ku. Men hali maqas qilib Shu tevaga chiqarib. Yengil yeb qo'ydim. Endi hozir bundan keyin bir 4 ta yesam kerak. Yana bilmadim. To'rtta tili emas, qovun deyapti. Ko'ramiz. Xullas, do'stim, inshaalloh ishonaman unga ham. Xullas, bu yoqda ajoyib bo'ladi. Ajoyib bo'ladi. Obunachilar o'tib ko'rasizlar faqat. Oxuni vlog va yaxshilik sari kanalda ko'rasizlar. Mana. O'z qo'llarim bilan olib kelyapman. Bo'taqa. Obunachilar. Baliq tovuq qaynalib ketdi. Shu. Yo, baliq ham yeymiz. Baliq ham yeymiz. Xudo xolasa. Baliq tashab qo'ydingizmi? Yo'q. Baliq u bir pasda pishadigan narsa-ku. Qalmoqni tashadi. Mana. Sizga bu mana men. Kamera yo'q, qarab turibdi. Yana bu o'zingiz deydi-yu. Yomon bo'lgan-a. Tamom, kelib sarilgani. Mana bu. Yomon bo'lgan. Kecha xullas obunachilar yana tanib o'tiribdi. Meni ham tanimadi. Keyin tanibdi, keyin videoni yopib turgandan keyin men polonchini dadasiman dedi. Ya yoshlar katta bo'lib qoldi. Yelkadan olinglar chiqaring. Qani? Olinglar. Qani? Ha, olinglar. Oling muzoni. Oling. Ha. Muzoniga ovqatlardan, ha, oling. Ularga hurmatli obunachilar, videoni shu yergacha qildik. Bu hozir baliq pishirayotgan jarayonni Musoxon akaning kanalida ko'rasizlar. Musoxon aka o'zlari pishiradi. Ya'ni chapana povurdi. Bekorga chapana povur emas. Har joyga borganda taomlarni pishirib yoki bo'lmasam neobычный taomlarni pishirishda davom etadilar. Bo'lmasam, shu keyingi videoda kuzatinglar, udar bo'ladi.